أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Biz yuqorida Alloh subhanahu va taoloning fazl ihsoni va inoyati bilan at-tafsirul muyassar degan mushu tafsirni o'zining darsimizni davom qilgan bo'lib, An'am surasining 19 oyat kelib to'xtab qolib ekanmiz. Shu ayning o'zidan davomlashtirishga tirishimiz inshaalloh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أي شيء أكبر شهادة قل الله قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ
وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. صدق الله العظيم. Ayet-i Kerime'nin kısaca Uygur tercümesi. Ey Muhammed, aytqinki, mening payg'ambarligimning rostlik uchun qaysi narsa eng cho'ng guvoh? Aytqinki, Alloh men bilan sizlarning oranglarda guvohdir. Manga Allohning guvohligi kifoyadir. Bu Qur'on manga sizlarni va qiyomatgacha Qur'on yetgan kishilarni ogohlantirish uchun vahiy qilindi. Ey mushriklar, sizlar Alloh bilan barobar boshqa iloh bor deb cho'qim guvohlik beramsizlar? Ularga aytqinki, men bundoq deb guvohlik bermayman. Ey Muhammad, aytqinki, u haqiqatan bir ilohdir. Sizlar shirik keltirgan butlardan men haqiqatan ado judoman. Biz kitob bergan kishilar, ya'ni Yahudilar va Nasoralar ularni, ya'ni Muhammad alayhissalomni Tavrat va Injildagi sifati bo'yicha xuddi o'zlarining o'g'illarini tunigandek tunuydi. O'zlariga o'zlari zan solganlar aniq pokitlar tursimu Muhammad alayhissalomga iymon etmaydi. Allohga yolg'on chaplagan yoki Allohning oyatlarini inkor qilganlardan zolim odamlar bormi? Zalimlar haqiqatan maqsadiga erisholmaydi. Qiyomat kuni ularning hammasini hisob olish uchun yig'imiz. Andin mushriklarga Allohning sheriklari deb aytgan qilgan ma'budlaringlar qayerda deymiz. Andin ular faqat o'zra aytib, dunyodagi chog'lardagicha o'xshash yolg'onga iltijo qilib, Parvardigorimiz Alloh bilan qasam qilamizki, biz mushrik bo'lmagan edik deydi. Ularning biz mushrik bo'lmagan deb o'zlariga qarshi qandoq yolg'on so'zlaganligiga qarag'in. Ularning Allohning sheriklari deb bo'hton chaplagan butlari ulardan qochidi. Ey Muhammad, ularning ichida Qur'on o'qigan chig'ingda sana quloq soldiganlar bor. Qur'onni tushunmasliklari uchun ularning dillarini pardiladik, quloqlarini eg'ir qildik. Ular hamma mo'jizalarni ko'rgan taqdirdami uningga iymon etmaydi. Hatto kofirlar sening yeningga munozirlashib kelgandimi, bu faqat burunqilardan qolgan afsonalardir deydi. Ular kishilarni Qur'ondan va Muhammad alayhissalomga ergashishdan to'sidi. O'zlari uningdan yiroq qochidi. Ular faqat o'zlarini halok qiladi. Halbuki ular buni tuymaydi. Agar ularni do'zax ustida to'xtagan chog'da ko'rsang, dahshatlik bir holni ko'ratding. Ular kashki dunyoga qaytarilsak edik, Parvardigorimizning oyatlarini inkor qilmaydik va mu'minlardan bo'latdik deydi. Xo'sh, قل أي شيء أكبر شهادة قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين أي شيء أعظم شهادة في إثبات الصدق فيما أخبرتكم به أني رسول الله قل الله شهيد بيني وبينكم أي هو العالم بما جئتكم به وما أنتم قائلوه لي
وأوحى الله إلي هذا القرآن من أجل أن أنذركم به عذابه أن يحل بكم وأنذر به من وصل إليه من الأمم إنكم لتقرون أن مع الله معبودات أخرى تشركونها به قل لهم أيها الرسول إني لا أشهد على ما أقررتم به إنما الله إله واحد لا شريك له وإنني بريء من كل شريك تعبدونه معه. Ey Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, aş müşriklere deyin ki, qaysi narsa kattaroq shahodat berish jihatda mening rostligimni isbotlashda man sizlarga cho'qim man bo'lsam Allohninki payg'ambari degan mushu xabarim haqidacho mening rost ekanligimni isbotlash jarayonida nima eng cho'ng guvochi degan. Deyinki Allah men bilen sizlerinin aranlarda guvaçıdır. Yani Allah men sizge uni epkegen nesinin üzünü bilgiçidir. Ve bir nesini ki sile ini mana digiçi digiçi olan tınla onun bilgiçidir. Allah subhanahu wa ta'ala bu Kur'an-ı Kerim'ni sizlerini yüzünün azabıdan agahlandırış için vahiy kıldı. Shuniki tushgay u azob sizga tushdan ogohlantirish qildi. Ogohlantirish bilishim uchun bu Alloh subhanahu va taolo bu Qur'oni Karimni menga vahiy qildi. Va ogohlantirganman u Qur'oni Karim bilan u Qur'oni Karimcho boshqa ummatlardan iborat yetgan kishigami bularni ogohlantirishim uchun Alloh subhanahu va taolo bu Qur'oni Karimni menga vahiy qildi. Cho'qim sizlar bo'lsanglar albatta iqror qilsizlar. Shuningki cho'qim Alloh taolo bilan boshqa bir ma'budotlar, boshqa bir ilohlarmi bor deb uni sherik keltirsizlar, u ma'budotlarning o'zini u Alloh taologa degan ular uchun ey payg'ambar alayhissalatu vassalam cho'qim men sizlar ininga iqror qilgan narsaga men guvohlik bermayman. Cho'qim Alloh bir ilohdir. Hech qanday o'xshi yo'qdir. Cho'qim men bo'lsam sizlar ininga ibodat qilgan har qanday o'rtoqlikdan, har qanday sherikdan men bizarman deb. الذين آتيناهم التوراة والإنجيل يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم بصفاته المكتوبة عندهم كمعرفتهم أبناءهم فكما أن أبناءهم لا يشتبهون أمامهم بغيرهم فكذلك محمد صلى الله عليه وسلم لا يشتبه بغيره لدقة وصفه في كتبهم ولكنهم اتبعوا أهواءهم فخسروا أنفسهم حين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به. Tevrat ve İncil belgeler. Tevrat ve İncil'ni biz belgeler kelsak, ular Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ne naiti yüzünço Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'nın ularning yezilgan o Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'nın ki sıfatlarından nait yaxşı tunuydu ular. Ki yezilgan bu sıfatlarını ularning qarshida yine Tevrat ve İncil'de batı. Xuddi o'zlarining o'g'illarini tunigandek tuniydi. Qandaqki cho'qim o'zlarining o'g'illari o'zlarining oldida boshqalarga hargiz o'xshib qolmagandek aniq ro'shan tunigandek tuniydi. Shunga o'xshash Muhammad sallallohu alayhi vasallam uchun
hargiz o'zining boshqacha irmang chirmang bo'lib o'xshab qolmaydi. Nima uchun Muhammad sallallohu alayhi vasallamning bu Yahud Nasoralarniki kitoblarda, ya'ni Tavrat va Injilda sufti nazuk, inchga, mushundaq bo'g'ashqa, ro'shan bo'g'ashqa. Lekin ular o'zlarining havoyi havaslar bilan agashganlar bular. Shu jihatdan o'zimiz ziyon tortdi. Muhammad sallallohu alayhi vasallam va Muhammad sallallohu alayhi vasallam ep kelgan narsa kapirishlan ular qanday qildi? Hammadan quruq qoldi va hatto nafsidan ziyon tortdi. لا أحد أشد ظلما ممن تقول الكذب على الله تعالى فزعم أن له شركاء في العبادة أو ادعى أن له ولدا أو صاحبة أو كذب ببراهينه وأدلته التي أيد بها رسله عليهم السلام إنه لا يفلح الظالمون الذين افتروا الكذب على الله ولا يزبرون بمطالبهم في الدنيا ولا في الآخرة. Allah subhanahu wa ta'alaga yalğanını uydurup çıkan adamdan mu qattiqaroq zalim bir kim bo'lmasi kerak. Gumon qildi bu zalim cho'qim u Alloh taolo uchunchu ibodat jarayonida bir necha o'rtoqlar va sheriklar bor deb gumon qildi yoki shuni da'vo qildi. U Alloh taolo uchun billah bolasi bor yoki bir ayoli bor, hamrosi bor degandek. Yoki yolg'onga chiqadi Alloh subhanahu taoloning hujjat delil faktlarniki qo'llab quvvatlagan Alloh subhanahu taolo bu delil hujjatlar bilan o'zlarining barliq payg'ambarlarni qo'llab quvvatlagan delil hujjatlarni yolg'on chiqadi bular. Cho'qim bu Alloh subhanahu taologa bu yolg'onni to'qib chiqqan bu zolimlar hech o'z maqsadiga yetolmaydi va dunyo va oxiratda o'zining talab orzusiga erisholmaydi. وَلْيَحْذَرْ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ الْمُكَذِّبُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَوْمَ نَحْشُرُهُمْ ثُمَّ نَقُولُ لَهُمْ أَيْنَ آلِهَتُكُمْ التي كنتم تدعون أنهم شركاء مع الله ليشفعوا لكم. Bu Allah subhanahu wa ta'alaning oyatlarini yolg'on chiqargan, inkor qilgan bu mushriklar shundoq ogoh bo'lsinki, biz ularni to'playmiz. Ularga deymizki, sizlar bu Alloh taolo bilan bo'lgan o'rtaq deb da'vo qilgan o'rtoqlaring nada? Sizlarning bu ilohlaring nada deymiz ularga. Sizlarni shafaat qilish uchun, sizlarning beshinchi kun kelgan beshinchi sizlar uchun, sizlarga soyban bo'lish uchun, bu azobni sizlardan mudofaa qilish uchun, sizlar bizning o'rtoq, bizning deb Alloh taologa bir qancha lat manatlardan iborat but u bo'lini mushunga cho'qinib, mushunga ibodat qilgan qani u sizlarning ilohlaringlar deymiz. ثم لم تكن إجابتهم حين فتنوا واختبروا بالسؤال عن شركائهم إلا أن تبرؤوا منهم وأقسموا بالله ربهم أنهم لم يكونوا مشركين مع الله غيره. Anından gün ularning javobi shu bo'ldiki, ularni bir sinoq qilingan chog'da, ularning sheriklaridan so'rashlan bir sinoq qilingan chog'da javob shu bo'ldiki, lekinlam cho'qim ular u sheriklardan bizar bo'lganligini. Mushu javob mushu bo'ldi. Qasam qildi ular Alloh bilan. Ya'ni o'zlarining Robb bo'lgan Alloh bilan qasam qildiki, cho'qim ular bo'lsa Allohga Allohning boshqasincha sherik keltiruvchi bo'lmaganligi haqida qasam qilishdi. Ta'ammal ayyuhar rasul kayfa kazzaba haula المشركون على أنفسهم وهم في الآخرة قد تبرأوا من الشرك
وذهب وغاب عنهم ما كانوا يظنونه من şefaati alihetihim. Öyle bakın ey Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Kandak olup yalgan çıkardı muşu müşrikler öz özüne. Yani biz yukarıda da yani biz şirk keltiyim tok. Biz Allah şirk keltiyim tok biz ulardan biz zarı oğandık dep öz özüne yalgan çıkardı. Kandak bu müşrikler öz özünçe yalgan çıkardı. Ula ahirette çokum bizarı olgan mı? Ula şirkten ras bizarı oldu mu? Ve kitip kaldı da. Yokap ketdi ulardan. Ular nim qilgan ular gumon qilgan narsasi. Özlerinin ilahlarının şafaatinden ibaret. Bu bizim ilahimiz, bizim şafaatçimiz degan narsa ko'zdan g'oyib bo'lib ketdi bular. ومن هؤلاء المشركين من يستمع إليك القرآن أيها الرسول فلا يصل إلى قلوبهم لأنهم بسبب اتباعهم أهواءهم جعلنا على قلوبهم أغطية لئلا يفقهوا القرآن وجعلنا في آذانهم ثقلا وصمما فلا تسمع ولا تعي شيئا وإن يروا الآيات الكثيرة الدالة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم لا يصدقوا بها حتى إذا جاءوك أيها الرسول بعد معاينة الآيات الدالة على صدقك يخاصمونك يقول الذين جحدوا آيات الله ما هذا الذي نسمع إلا ما تناقله الأولون من حكايات لا حقيقة لها. Bu müşriklerden Kur'an-ı Kerim'e kulak salgını var Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ama bu Kur'an-ı Kerim ulardan dili yetmeydi. Çünkü ular özlerinin havai heveske, öz hayışıga egeşkelik sebep bilen ularning qalbiga bir pardlarni qildik, yopqilarni qildik. Ular Qur'oni Karimni tushunmaydi. Bularning quloqlariga bir xil eg'ir bir gasliqni qildik. Ular anglamaydi va bir narsani anqiranmaydi. Agar ular Muhammad sallallohu alayhi vasallamning rostligini uqtirgan ko'p oyatlarni ko'rsa, gerçi ula, kövgen bozma, la yusaddiku biha. Bunu çümpütmeydi. Hatta kaçaniki kâsı ula sana ay Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu senin rast ikenligini uqturgan nurgun ayetlerinin özüne ayanen ve beyanen röşen kögendinkin kâsımı gözden körüp durgandinkin kâsımı ula sen bilen münazır kılıp sen bilen cedelleşir. Bu Allah Teala'nın ayetlerine tuzkorluk kılgan bu cihatlar deydi ki neymi bu nesli anlavatımız biz. Ee, emas bu biz anlagan narsa lekin lan burunqila yo'tkab naql qilgan narsa boshqa emas. Uning haqiqiy bo'lgan hikoyalardan boshqa narsa emas. Burunqila dav yurgan, burunqila yo'tkab naql qilgan narsaning o'zidan boshqa emas deb mana deydi. وهؤلاء المشركون ينهون الناس عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم والاستماع إليه ويبتعدون بأنفسهم عنه وما يهلكون بصدهم عن سبيل الله إلا أنفسهم وما يحسون أنهم يعملون لهلاكها. Bu müşrikler insanlarını Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a erişip kılıştığını tosudu. Ve bu Muhammed Aleyhisselam'a çok kulak sep kılıştığını tosudu. Ve ula özlerini o Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan jiraklaştırdı. Bunun bilen halak kılmaydı ula. Bularınki bu tosqulluq bilen Allah yoludan bu tosuşlançı fakat özünü ile halak kılıdı.
Ammo bu o'zini halok qilish uchun ishlayotganligi, shuning uchun markat qilayotganligini bular tujmay qilib qoladi. ولو ترى أيها الرسول هؤلاء المشركين يوم القيامة لرأيت أمرا عظيما وذلك حين يحبسون على النار ويشاهدون ما فيها من السلاسل والأغلال ورأوا بأعينهم تلك الأمور العظام والأهوال فعند ذلك قالوا يا ليتنا نعاد إلى الحياة الدنيا فنصدق بآيات الله ونعمل بها ونكون من المؤمنين. Ey Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, kıyamet günü de müşriklerin eğer görsen acayip çoğun şundan bir şey görürsen. Aşu ulanı davzakka şuna solangan çağda ve bu davzaktaki nime zincir ve işkellerden ibaret muş narsin kögen çağda ula bu çoğun bu korkunçluk işlerini özlerinin közlerinden ayanen ve beyanen röşen kögen çağda Muşu vakitte deydi ki vay isset biz hayatı dünyaya kaydı bir iade kılınıp kayta dünyaya yollangan bolsak dep uşundağa dep istep yalayt deyip gidiyor deydi. Anandın gibi biz Allah'ın ayatları bir tasdik vagan bolsak o ayetnin ki amal qilib olgan bo'lsak, biz mu'minlarning qatoridan bo'lib olgan bo'lsak, shu kashki bizni bir dunyoga qayta ikkinchi bir iyoda qilgan bo'lsa, deyishib ketadi, nadomat qilishadi deydi. Xo'sh, bu nimada وما أنتم قائلونه لي deyilib qolibdi. Nimada matba وما أنتم قائلوه li. Anladım şuna olması gerek. Çünkü bu kailuhu nun ya da belki müberrimci kompütörün insan sahvan izlep kas gerek. Bu nun az kılın da bu izapatın sevilen. Huddi muslimu al uygur, muslimu at türk. Bu digendek. Ya da izapat ve ya da nun çıkıyordu. Ya da kailuhu, asıl kailunehu. Nun çıkıyor kaide. Hoş, bugün dersimiz Müslümanların kifayenimiz. Dersimizin devamı inşallah. King saat doludu. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.